to'qimachilik sohalarida hamkorlikni rivojlantirish, investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirish, eksport-import masalalarida o'zaro munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan yig'ilish bo'lib o'tdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Charm poyabzal va to'qimachilik sanoatini ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish va birgalikda yangi invest loyihalarini amalga oshirish masalasi. Forumning navbatdagi seksiyasida ayni mavzular muhokama etildi. Belarusning 20 ga yaqin yirik ishlab chiqaruvchilari hamda brendlari mamlakatimiz tadbirkorlari bilan manfaatli aloqalarni yo'lga qo'yish bo'yicha muzokaralar o'tkazildi. Jumladan, charm sanoat yo'nalishida Marko, Belvest kabi yirik poyabzal ishlab chiqaruvchi brendlari, Minsk charm ishlab chiqaruvchilar birlashmasi, to'qimachilik yo'nalishidagi Svintak, Center Mode, Arshanskiy Lina kombinat kabi kompaniyalar bu yo'nalishdagi aloqalardan manfaatdor ekanligini ma'lum qildi. Непосредственное общение представителей бизнеса Беларуси и Узбекистана. O'zbekiston va Belarus ishbilarmon ayollarining o'zaro muloqoti avvalo ikki tomon uchun ham yangi hamkorlar topish va shartnomalar imzolashga xizmat qiladi. O'tgan birinchi forumda biz Toshkent to'qimachilik yengil sanoat instituti bilan hamkorlik memorandumini imzolagan edik. Hozirda ushbu hujjat bilan O'zbekiston talabalari bizning korxonada amaliyot o'tamoqda. Bilamiz, O'zbekiston hukumati mamlakat charm sanoati tarmog'iga katta e'tibor qaratgan, ko'plab preferensiyalar ajratgan. Bu albatta quvonarli holat. Белорусско-узбекский форум дает, конечно, очень многого. O'zbekiston-Belarus forumi katta samara berdi. Avvalo yangi kompaniyalar bilan tanishasiz. Ikkinchi forumda ham aloqalarimizni kengaytirishga erishdik. Birinchi forumda biz shartnomani imzolagan edik. Bu yo'nalishda ishlar olib borilmoqda. Navbatdagi forumda ham hamkorlikning hajmi kengaydi. Misol uchun, Libre Tekstil bilan tayyor trikotaj mahsulotlarni xarid qilish bo'yicha shartnomani imzoladik. 50 yillik tarixga ega kompaniya sifatida Belarus bozorida katta nomga egamiz. Hamkorlik ortidan aloqalarimiz yanada mustahkamlanadi. Shuningdek, forum doirasida ikki mamlakat tadbirkorlari o'rtasida charm sanoat yo'nalishida 2,2 million AQSh dollarlik, to'qimachilik yo'nalishida esa 4,5 million AQSh dollarlik shartnomalar imzolandi.